AQSh Davlat departamenti rahbari Marko Rubio Benyamin Netanyahuga Washington G'azo shahridagi keng ko'lamli quruqlik amaliyotini qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Biroq Washington bu amaliyotning imkoni boricha tez va qisqa bo'lishini istamoqda. Shu bilan AQSh o'zini betaraf ko'rsatishga urinsa-da, amalda Isroilga siyosiy va harbiy qopqon bermoqda. Isroilning yangi bosqini Netanyahu G'azo aholisini shaharni tark etishga chaqirdi va shaharni to'liq bosib olish maqsadida yurish boshlanganini e'lon qildi. Bu bir ma'noda ko'chmas aholiga qarshi ochiq urush e'loni. Isroil o'z harakatlarini terrorga qarshi kurash deb ataydi, ammo amalda u butun bir xalqning yashash huquqini inkor etmoqda. Netanyahuning so'zlariga ko'ra, Qatar va Xitoy Isroilni izolyatsiya qilishga harakat qilmoqda. Ularning axborot siyosatini blokada deb atagan Isroil bosh vaziri sun'iy intellekt va mediadagi sarmoyalarni tahdid sifatida ko'rsatdi. Aslida esa bu G'arbning bir yoqlama pozitsiyasiga qarshi turish uchun tabiiy reaksiya hisoblanadi. Arab va islom mamlakatlari Isroilning Dohaga zarbalariga javoban Qatar qo'llaydigan choralarni to'liq qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Bu Yaqin Sharqdagi ittifoqchilarning kuchayotganini va Isroilga qarshi front tobora yoyilayotganini ko'rsatadi. Erdo'g'on shu o'rinda qattiq bayonotlar bilan chiqdi. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onning so'zlariga ko'ra, agar Isroilga qarshi qattiq sanksiyalar joriy etilmasa, Falastinni xalqaro hamjamiyatdan olishi natija bermaydi. Uning ta'biri bilan aytganda, Netanyahuning asosiy maqsadi butun Yaqin Sharqni notinchlik jariga itarishdan iborat. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, AQShning Isroilga ochiq ko'mak ko'rsatishi G'arbning ikkiyuzlamachiligini yana bir bor namoyon qildi. Ukraina masalasida agressiya deb og'iz ko'pirtirayotgan Washington G'azoda aniq agressorni himoya qilmoqda. Isroilning bosqinchi siyosatiga qarshi chiqish o'rniga uni tezroq amalga oshir deya maslahat berish AQShning qonli siyosiy betarafligi emas, balki sherik sifatidagi mas'uliyatini ko'rsatib bermoqda.